Assalomu alaykum. Bog' ishqibozlari, bugun 5-yanvar 26-yil. Mana dala hovlimizga biz boqqa olganmiz. Bolam ko'chat ekib, atroflarimizda terak kalam chekkanlar bor. Qo'ng'iz bodom bu 2024-yil ekilgan, 25-yil mana bularda olasiga ekilgan. Bu yerda 2 yashar 1 yasharlar. Tomonlar mana 1 yashar ko'pi. 2 yasharlar mana tomonda. Bodomni qanday qilib kesamiz? Mana 2 yashar bodomimiz ahvoli mana. Shoxlari qanday ahvolda? Ularni siyraklatib qo'yish kerak. Sababi 3-4 yosh meva kirgandan keyin qalinlashgani sezilib qoladi. Salqin beradan bo'lib, hamma kurtalar meva olmaydi. Gullar baribir to'xtaveradi. O'shaning uchun oshiqcha kuchni o'g'il qilmaslik uchun yoshligidan tarbiya qilib, oshiqcha shoxlarni yagona qilib, siyraklatib qo'yishimiz kerak. Anamiz mana qanday ahvolda hozir ko'rsatamiz. Mana yoqda 3-4 tuk kesishni boshladik. Mana qanday qilib qo'ydik. Ko'chatimiz ahvolini. 2ta, 3ta, 4ta asosiy shoxlar, mana ular yangi chiqqanlari. Ikkinchi yil. Ularni ekkandan keyin 40 santimetrdan kesib pasaytirganmiz, pasaytirib olamiz erkinlar bo'lish uchun. Hozir mana 50 santimetr, 60 santimetr bo'y atrofida. Mana bunimizni ham kesgan holatimiz. Mana shoxlar baratib ketib qoladi, meva chiqib shuni pastak shoxlatish uchun uchidan kesib qaytarishimiz kerak. Shunda yangi shox oladi shox. Mana bunimizni o'zi shoxi yetarlicha shoxlab olgan ekan. Shuning uchun shunday qoldirganmiz buni. Ularni oshiqcha kesishga kerak yo'q. Chunki yon shoxlari yetarli. 3 yil 4 yilda bular meva yotadi. Mana kuchli o'sganlarimizni qaytarib kesganmiz. Ular shoxlash kerak yoniga. Mana yonlarda shox kam, sababi chekadagi teraklarimiz bor edi. Terakdan qochgan. Teraklarda xalaqlarni kesdik. Ularga yaqinlashgan. Yana shoxlatishimiz kerak. Shoxlar har holda bor. Kuchaytirish uchun tevadan qaytarganmiz. Kuchsiz yonboshga beradi. Mana shu ahvolda 2 yosh ularimiz. Mana bu mana 2 yosh. Ularda ham 2 shoxlari bor oshiqcha. Mana bittadan o'zida 2 yilimiz kesganmiz.
yıl bahorda kesganmiz. Mana shu yerda mana tutdi. Shunchalik o'sib chiqibdi. Mana bu yerda mana shishasi oldigan bo'lsak, bitta tashlaydiganimiz. Mana bu yerda ikkinchisini olib tashlaymiz. Shoxlar tushini qaytaramiz. Tashqariga kurta qo'yib kesamiz. Mana buni qo'yamiz, uni ichkaridan olib tashlaymiz. İçeride şahlarımız beni. Onu şekilde bu şahlarımızı alamiz. Hop, mana bu yerda nima qilish kerak? Mana shu ahvolda savol odamni boshqa tarafdan holat bo'lib qoladi. Masalan, bitta kuchli shoxda mana 3 ta kuchli shox bor, qalamchada mana mayda shoxlar bu yog'i boshqa ketgan. Endi mana ular bir-biriga yaqin. Shuni qo'yamizda mana buni olib tashlaymiz. Ular hali ketma sapida bo'lib qolib bir-biriga yopishib qoladi. Sababi hozir orasi ochiq bo'shaveradi. Tutdi ana shox, yollarda shu mayda shoxlar yetarli. Mana bu shox mana ichkariga ketib qoladi keyinchalik. Mana shoxlarimiz yetadi yonboshga. Mana ko'ringlar, juda ajoyib bo'ldi. Mana shu holatda. Mana buni ham qaytarib qo'yamiz. Bodom bu toza mevaga kiradi. Ko'pchilik mana bodomlarni ekib tashlagan. Tesha solib ketma solib bo'lgan bodomlarni ko'ramiz ko'chada. İçiga aptoq tushmaydi, yorug' tushmaydi. Mevalar tevaga chiqib ketgan, o'sib tevaga chiqib ketgan. Zishlikni hisobiga. Uchiga chiqadi, uchida quyosh oladigan joylarda, quyosh tegadan joylarda meva oladi. Pastlarda salqinda mevalar bor. Gullar to'kilib ketadi, gullasa ham. Mana erkalar ajoyib, juda yaxshi shakl olingan mashinadan kesganmiz. Bu yoqdan 3 ta, bu yoqdan 4 ta. Tagadan shuncha shoxlar chiqqan mana. Xo'sh, bularni mana shu bo'ylab qaytaramiz. Shoxlar oladi. Ichkariga olib ketganda olamiz. Mana shoxlar yetarli mana tevada balandligi. Meni belimga ham yetib keladi desa. Mana buni qaytarib qo'yamiz. Bunda oshcha kesidan shoximiz beman yo'q. Eng tagidan olib tashlaymiz. Maydalarni olamiz. Hop. Üstüne var bir yerde. Şimdi eng tadalidan olib turamiz. Mana bu chiqib ketadi bu yoqqa. Mana bu ham yoqqa chiqib keladi ham boshqa shakl. Yana qaysini olishimiz mumkin bundan hozir? Zishlar bor. Mana bu üstüm bo'lib qolar ekan baribir. Mana bu.
kichkina olib tashlagan bo'lar ekan. Hozircha olmasa ham bo'ladi. Keyin ko'ramiz. Keyingisiga kelsak mana ekkan yilimiz pastroq kesilmagan sababi ko'chatlarni olib kelish jarayonida ehtiyot bo'lish kerak ekan. Ishqalanib mana pastdagi ikkitalar to'kilib ketgan. Ekkuncha o'shaning uchun ikkita yo'qligi uchun palata kesishga majbur bo'lganmiz. Mana hozir ham o'shaning sababidan chiqmagan tagdan. Endi buni oladiganimiz mana shakl boshqa ketgani mana yaxshi mana bu. Qaytarib qo'yamiz shoxlatish uchun. Mana bu ichkariga parallel bo'lib qolgan ko'pi. Ikkitalar yo'qligi uchun nestandart shoxlar hosil bo'lgan bu yerda. Endi ularni hozir mana kattani olishimizga to'g'ri keladi sababi mana buni ezadi. Bu yoqda ikkita bor. Mana buni ezadi. Mana bundan mana rivojlanib chiqish uchun mana buni mana tashlaymiz. 2-3 yil iloji yo'q. Yo'qotish qilib shaklga keltirib olamizda. Hop, mana buni esa pastroqdan kesamiz. Shu holatda qo'yib turamiz, endi iloji yo'q. Endi hozir yaqinda zamon olib tashlash kerak aslida. Bu yerdan shoxlar chiqib oladi. Yaxshi chiqib olsa keyin nima qarab olib tashlashimiz mumkin keyingi bularda. Hozircha qo'yib turaveramiz. Mana ular tomiri kasallanganga o'xshaydi, yaxshi rivojlangan yo'q. Bir tip orasida. Mana shu tarzda bodomlarni yoshligidan tarbiyalaymiz. Yana bitta ko'rsataymi mana buni. Otlardan tozalab qo'ymasak bahorda shu holatda qolib shular ham qisadi mana. Chunki qishda semiradi daraxtlar. Eng tagan olib tashlaymiz. Shu yerda bitta mana ikkita shox, yaxshi bitta bor. Hop. Bu ham üstüne olib qo'yapti. Buni qaytaramiz, shoxlash kerak. Xo'sh, buni bo'lmasam yiqilamiz. Üstüne olib qo'yaptimi? Shuni baridan kechamiz. Tezda. Zishlar yo'qoldi. Shuni olib tashladik. Bu yerda buni olib tashlaymiz. Qaytaramiz shoxlash uchun. Qaytaramiz.
Kun o'sganlarni mashinadan chiqaratamiz. Bir xil bo'ladi o'shanda. Omon bo'laylik. Hozir yetarli bo'ldi ko'rsatuv.